Assalomu alaykum. Hurmatli Qirg'iziston shofyorlari, Qirg'izistonlik shofyorlar. Sizlardan suranich, sizlardan qirg'izni tushunadi. Bunday pavorotni kuygizib qolsa, chiqarib beraylikchi. Anan signal bosib orqadan kelganda tit etkizib, mening yo'lim deganday qilmay kichkina bir-birimizga kuyib, bir-birimizga ich atishgan odam bo'laylikchi, qirg'izlar, tug'anlar. Hurmatli Qirg'iz tug'anlarim. Men o'zim qirg'izman, o'sha qirg'izlarga biroz to'ra tarqataylikchi, shu yetkazaylikchi deb. Qanday yaxshi o'z bavrotni kuygizsak, birov o'tkazib bersa, rahmat aytib suyunib, boya avarinkani bir jandirib qo'yamiz, anan birovni da shuni chiqarib beraylikchi, bunday suyundiribchi. Peshog'otda yosh baldarni o't debchi. Bunday yo'l ko'rsatmaylik, bir kichkina yaxshi og'iz ko'rsatmaylik qirg'izlarcha. O'shaning uchun bir-birimizga kichkina kechirasizlar, qattiq degan bo'lsa, men ham bo'lg'oni yaxshilig'ila qalayotam. Hech birov nayoni aytqim kelgan yeri yo'q negizicha. O'sha kichkina bir-birimizga podдержка qilib qirg'izlar. Rossiyada jursa qanday deydi? Pavorotni kuygizib chiqsa, sirazi narjoqdan kelayotgan mashina o'tkazadi. Bizda pavorotni kuygizib turaversin, 1 soatlik uzun yo'lda mashina turgan bo'lsa, 1 soatda o'tkazmay qo'yadi. Barda signal bosibcha. Davayta bir-birimizga shunday qilaylik. Bizda qandayli birov chiqarib propuskat etgandayli bizda birovdimda o'tkazib qo'ya turgan bo'lsak, bizga da birovlarga shunday qilsak, bizga da o'shol qaytadi tug'anlar. O'shunday qilaylar tug'anlar. Sizlardan suranich.